Har bir insonni uyida chiroyli to'ylar, yoshlar, farzandlari baxtli, saodatli bo'lsin. Halol topib, halol yedirib, o'qitib, katta qilgan farzandlari, ota-onalarini yuzini yoriq qilib, baxtli, saodatli bo'lsinlar. Bugungi kuyovimiz ham Toshkentda katta o'qishlarda o'qib, yaxshi ishlarda ishlaydi. Alloh rozi bo'lsin, ota-onalarini baxtli, saodatli qilsin. Farzandlar ota-onalarni yuzini yoriq qiladigan ibratli farzandlar ko'paysin. Yaxshi insonlardan yaxshi farzandlar tug'iladi. Davomchilar ham ibratli insonlar bo'ladi. Farzandlarimizga chiroyli tarbiyalarni berib, yaxshi dargohlarda o'qitaylik. Yurtimizga, xalqimizga, oilamizga xizmatda Allohning yo'lidagi mu'min, olim bandalar bo'lsin. Allohimga shukrlar bo'lsin. Shunday go'zal, chiroyli, bizga shunday chiroyli to'yxonalarni, koshonalarni 2 yoshga visol kechasiga Allohim yaratishganlariga, yetkazishganlariga, ko'rsatishganlariga alhamdulillah shukrlar bo'lsin. Mehribon Rabbimiz, qodir Allohimizga shukrlar bo'lsin. To'yxonani qurganlar ham ruhlari shod bo'lsin. Bu to'yxona ko'p insonlarni boqadi. Ko'p insonlarni, farzandlarini, oilalarini Alloh rozi bo'lsin. Mana shu to'yxonani qurgan rahmatli akani ham onalarini umrlari uzoq bo'lsin, tan jonlari sog' bo'lsin. Shunday farzandni tarbiya qilganlariga alhamdulillah shukrlar bo'lsin. Hojonani umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Hammaga chiroyli, ibratli farzandlarni Allohim nasib ro'za aylasin.